Hammaga salom. Sizlar bilan Davronov Faktor. Izohlarda ko'pchilik meni yahudiy deb aytishibdi. Hozir men sizlarga yahudiylarning aslida kimligini aytib beraman. 1972-yil sentyabr. Myunxen. Olimpiya o'yinlari tinchlik va sport birodarligining ramzi. Ammo kunlarning birida bu bayram dahshatli tushga aylandi. Qora sentyabr deb nomlangan Falastin qurolli guruhi Olimpiya qishloqchasiga bostirib kirdi. Ularning maqsadi Isroil jamoasi. Terrorchilar falastinlik mahbuslarni Isroil qamoqxonalaridan ozod qilishni talab qilib 11 nafar sportchi va murabbiyni garovga olgan. Muzokaralar barbod bo'ldi. Germaniya hukumatining hujum qilishga urinishi fojia bilan yakunlandi. Garovga olingan barcha isroilliklar o'ldirildi. Ammo voqea shu bilan tugamadi. Oradan bir necha hafta o'tgach, Parij, Rim, Afina va Yevropaning boshqa shaharlarida sirli qotilliklar sodir bo'la boshladi. Noma'lum shaxslar Qora sentyabr terrorchilik hujumiga aloqador odamlarga hujum qildi. Myunxendagi fojiadan so'ng butun dunyo maxsus xizmatlari tergov boshladi. Terrorchilar birin-ketin Parij, Rim, Afinada o'lik holda topildi. O'qlar, bombalar, zaharlar. Mafiya desak, mafiyani izi ko'rinmaydi. Tasodif uchun haddan tashqari aniq. Bu yerda boshqa gap bor edi. Shunda dunyo haqiqatni bildi. Bularning barchasini ortida Isroil maxsus xizmatlari turardi. Bu Mossad edi. Ularning operatsiyasi hukm kabi yangragan nom oldi. Xudoning qahri. Mossad shafqatsizlik bilan harakat qildi. Ularning agentlari boshqa ismlar bilan yashagan. O'ljalarini, yo'nalishlarini, odatlarini, zaif tomonlarini o'ylab o'rgangan. Xuddi Gollivud filmlari kabi. Terrorchilardan bittasi Rimda ish uchrashuviga taklif olgan va qaytib kelmagan. Boshqasi esa xat o'rniga kichik portlovchi mexanizm yashirgan paket ochgan. Qotilliklar mehmonxonalarda, Afinaning sokin, Parijning tor ko'chalarida va Kopengagenning avtoturargohlarida sodir bo'lgan. Asosiy qoida: bironta ham ortiqcha guvoh bo'lmasin. Agentlar uchun bu qasos emas, balki sovuq matematika edi. Bir vaqtlar Olimpiya o'yinlari jang maydoniga aylanishi mumkin deb qaror qilganlarni yo'q qilish. Keling, chuqurroq kavlashga urinib ko'raylik. Umuman 3000 yildan buyon ta'qib va afsonalar obyekti bo'lib kelayotgan xalqqa nisbatan nafrat qayerdan paydo bo'lgan? Eng birinchi eslatmalardan biri qadimiy Misrdan kelib chiqqan. Rivoyatlarga ko'ra, Firavn o'sib borayotgan yahudiy jamoasidan qo'rqib, ularni shafqatsiz qullikda saqlagan. Muso o'z xalqiga ozodlik talab qilganda, muqaddas yozuvda aytilgandek, Misr o'ta dahshatli jazoga duchor bo'ldi. Nil daryosining suvi qonga aylandi. Mamlakatga qurbaqalar va chigirtkalar bosqini, vabo va zulmat yog'ildi. Zulmning cho'qqisi misrliklarning katta farzandlari halok bo'lgan tun bo'ldi. Bu voqea yahudiy an'analarida Pesach bayramining boshlanishiga aylandi. Muqaddas kitobda aytilishicha, Muso payg'ambar o'z xalqini boshqarib Qizil dengizni kesib o'tdi va dengiz qochqinlari oldida ikkiga bo'lindi. Bu hikoya shunchaki diniy syujet emas, balki asrlar davomida bo'ysunmas va o'ziga xos xalq tushunchasini shakllantirib kelgan ozodlikni qadimiy ramzidir. Lekin yahudiylar ichida ham hamma narsa mukammal emas edi. Yangi ahd xiyonatning boshqa bir voqeasini hikoya qiladi. Isoning shogirdi Yahudo Iskariot 30 kumush tanga uchun ustoziga xiyonat qildi. Bu o'sha davrdagi oddiy maosh miqdori edi. Hozirgi ekvivalentda taxminan $400. Kim biladi, balkim aynan shu sababdan ko'pchiliklar yahudiylarni yoqtirmaydi. Imperiyalar qulaganda har doim aybdor topilishi kerak. Birinchi jahon urushidan keyin Yevropa o'z kelajagini o'g'irlagan odamlarni qidirdi va topdi. Yahudiylar armiyasiz, yersiz, lekin aql va ta'sirli bo'lib, kuchlilarni g'azabini qo'zg'atgan xalq. Gazetalar, banklar, universitetlar, intellekt bo'lgan joyda yahudiylarni izi topilardi va bu g'azab asta-sekin nafratga aylandi. Mana shu zaminda nafratni tizimga aylantirishga qaror qilgan inson voyaga yetdi. Adolf Hitler. Hitler yahudiylarni nafaqat yomon ko'rardi. U ularni barcha muammolarning sababchisi deb hisoblardi. Uning xayolida yahudiylar xalq emas, balki virus edi va u o'ziga vazifa qo'ydi: Yevropani davolash. Shunday qilib, Manhattan loyihasi paydo bo'ldi. Konslagerlar, gaz kameralari, o'lim lagerlari, nemischa aniqlik bilan qurilgan odamlarni yo'q qilish fabrikalari.
yuzlab shaharlar, millionlab taqdirlar, yer yuzidan o'chirilgan minglab familiyalar. Bu shunchaki xalqqa qarshi urush emas edi. Bu aql orqali qo'pol kuchni yengish mumkin degan g'oyani yo'q qilish edi. Dunyo quladi, lekin yahudiylar yo'q bo'lib ketmadi. Ular shunchaki omon qolishmadi. Ular atrofdagi voqelikni qayta shakllantirdi va bu yerda juda qiziq savol tug'iladi. Gitler bekorga qo'rqmagan bo'lsa-chi? Xalqdan emas, balki ularning tizimli fikrlash va shu orqali uzoq kelajakni ko'ra olish qobiliyatidan. U millat bilan emas, buyruqlarga ham, ideologiyaga ham bo'ysunmaydigan aql bilan kurashdi va o'zi bilmagan holda insonlarni o'ldirish orqali g'oyalar inson tanasidan ko'ra ko'proq yashashni isbotladi. 3 yil o'tmay xaritada Isroil paydo bo'ladi. Qasos ramzi sifatida emas, balki eslatma sifatida. Ba'zan omon qolganlar yangi dunyo arxitektorlariga aylanadi. Bugungi kunda yahudiylar sayyoramizni 0,2% dan kamrog'ini tashkil etadi. Taxminan 15 million kishi. Bunda Nobel mukofoti laureatlarining 20% dan ortig'i yahudiy millatiga mansub. Dunyoning eng yirik tadbirkorlari va investorlari orasida yahudiylar urishi o'rtacha ko'rsatkichdan sezilarli darajada yuqori. San'at, fan, kinoda ularning ta'siri son jihatdan nomutanosib. Bu fitna ham, mo'jiza ham emas. Bu o'sha og'ir merosning natijasi. Umid qilamanki, sizga yoqyapti. Bu yerda sizni nima o'ylashga o'rgatishmaydi. Bu yerda sizni o'ylashga majbur qilishadi. Xo'sh, bir butun xalq asrlar davomida qattiq sharoitlarga moslashishga majbur bo'lsa, nima bo'ladi? Tarix shuni ko'rsatdiki, doimiy bosim sindirmaydi, balkim chiniqtiradi. Yahudiylar orasida nostandart fikrlaydiganlar ko'pligi ajablanarli emas. Ulardan biri Edward Bernays. 1891-yilda Vena shahrida yahudiylar muhojirlar oilasida tug'ilgan va Sigmund Freydning jiyani bo'lgan. AQShga ko'chib o'tgach, Bernays amakisining psixoanalizini psixolog kabinetida emas, balkim biznesda qo'llashga qaror qildi. U birinchi bo'lib tushundi. Reklama bu shunchaki mahsulot haqidagi ma'lumot emas. Bu rozilik muhandisligi, ommaviy ongni boshqarish. Bernays har qanday fitnadan ko'ra xavfliroq edi. Axir boshqalar qurol va bitimlar orqali hokimiyatni izlagan bo'lsa, u kalitni o'z ongimizdan topdi. 1929-yilda ayollarning chekishi nomaqbul hisoblanardi. Shunda Bernays tadbir uyushtirdi. Pasxa paradida qizlar sigaretlarni namoyish qilib chekishdi va ularni ozodlik mashallari deb atashdi. Shunday qilib sigaret sotuvi oshdi. Shu tariqa u ingichka sigaretlarni ixtiro qilgan va ayollarga jamoat qoidalari va me'yorlariga qarshi isyon kabi chekishni o'rgatgan odam bo'ldi. Undan tashqari, o'sha paytlar amerikaliklar ertalab oddiy sendvich va qahva bilan nonushta qilishardi. Bernays qaror qildi. Kelinglar, mamlakatni bekon bilan boqamiz. U shifokorlarga murojaat qildi. Siz to'yimli nonushta qilishga maslahat berasizmi? Bu bema'ni savolga aniq va sodda qilib ha deb javob berishdi. Bu Bernaysga shifokorlar nonushtaga tuxum bilan bekon yeyishni qat'iy tavsiya qilamiz deb jar solish uchun yetarli edi. Kompaniyalar millionlab pul ishlay boshladi va bugungi kunda biz Amerikani bu an'anaviy nonushtasiz tasavvur qila olmaymiz. Bernays va yahudiylar haqida siz bilmaydigan dahshatli ma'lumotlar juda ham ko'p. Ularning barchasini Telegram kanalimda topishingiz mumkin. Xo'sh, Edward Bernays qotil emas, mafiyos ham emas. Bizning keyingi qahramonimizga nisbatan, agar uni shunday aytish mumkin bo'lsa, Albert Einstein, Gollivud yulduzlari, Sigmund Freyd? Yo'q, menimcha juda ham banalni. Keling, yaxshisi maktab darslarida kamdan kam, deyarli tilga olinmaydigan shaxs haqida gaplashaylik. Amerika, 1920-yillar, quruq qonun. Chicago ko'chalarida italyan gangsterlarining otishmalari davom etayotgan bir paytda Nyu-Yorkda tinchgina, ortiqcha shovqinsiz boshqa bir kuch o'sib bormoqda. Meyer Lansky, Belarusdan kelgan yahudiy muhojirlarning past bo'yli, tartibli o'g'li. Bolaligida qirg'inlardan qochgan. Voyaga yetganida esa katta odam bo'lib, mafiya buxgalteri deb nom olgan. U mushtlashishni yoqtirmas edi, lekin raqamlar dahosi edi. To'pponcha o'rniga shartnomalar, pichoq o'rniga esa
pul yuvish sxemalari. Uning nomini hatto Sitsiliyalik oilalarning dahshatli boshliqlari ham hurmat qilishardi. Hatto italiyaliklar, irlandlar, Lotin amerikaliklar ham uning moliyaviy maslahatlaridan foydalanishardi. Lansky zamonaviy qimor biznesini boshida turgan. Aynan uning g'oyalari Nevada cho'llarining kazinolar shahri Las Vegasga aylanishiga yordam bergan. Kubadagi kazinolar, yashirin banklar, xalqaro operatsiyalar Mayer hisoblab bo'lmaydigan imperiya yaratdi. Shunday katta kuchga ega bo'lgan mafiya bo'lib turib, u 1983-yilda Miami Beachda 80 yoshida tinch va osoyishta vafot etdi. Ba'zilar uchun u shafqatsiz jinoyatchidir. Boshqalar uchun iste'dodli strateg va kambag'allikdan kelib butun mafiya dunyosini chappa qilgan odam ramzi. Oldingi barcha hikoyalar Bernays, Lansky, mafiya fitnalari bizni bitta savolga olib keladi. Qonunlar ishlamaydigan joyni kim boshqaradi? Bugun butun dunyo Isroilning G'azoga qayta zarba berayotganini muhokama qilmoqda. Lekin nega aynan G'azo degan oddiy savolni ko'pchilik berishmaydi? Nega g'arbiy sohilda emas? U yerda ham Falastin guruhlari harakat qilmoqda-ku. Buni tushunish uchun 1956-yilga qaytish kerak. O'shanda Misr prezidenti Jamol Abdul Nasir Suez kanalini, ya'ni bugungi kunda jahon savdosini 12% o'tadigan arteriyani milliylashtirgan edi. Misr Isroil kemalari uchun kanalni to'sib qo'yganida mamlakat amalda 8 yil davomida dengiz savdosidan uzilib qolgan edi. Aynan o'sha paytda Isroil hukumati ichida deyarli aql bovar qilmaydigan o'z kanalini qurish g'oyasi tug'iladi. Ben Gurion kanali uzunligi 300 kilometrdan ortiq, qiymati milliardlab dollar bo'lgan loyiha jahon savdosi yo'nalishini o'zgartirib, Isroilga Misrdan mustaqillik olib kelishi mumkin bo'lgan loyiha. Lekin bitta muammo bor. Eng qisqa va qulay yo'l G'azo orqali o'tadi. O'nlab yillar davomida millionlab falastinliklar yashaydigan va Isroil qo'shinlari tomonidan o'rab olingan yopiq hudud bo'lib qolgan G'azo orqali. Endi savol boshqacha yangraydi. Bugungi kunda sodir bo'layotgan voqealarning barchasi din va xavfsizlik masalasimi? Yoki bombalar va bayonotlarning ortida yanada pragmatik maqsad yashiringanmi? Jahon savdosining yangi yo'lini qurish mumkin bo'lgan yerni nazorat qilish. Biz urushlarni ideologiya deb o'ylashga o'rganib qolganmiz. Ammo ehtimol hammasi ancha osonroqdir. Urush xaritasida har doim iqtisodiyot g'alaba qozonadi. Bugun G'azoga yaqin bo'lgan arab davlatlari nima sodir bo'layotganligini ko'rib ko'rmaganlikka olmoqda. BMT real harakatlarga o'tmasdan faqat bayonotlar bilan cheklanmoqda. Qo'shma Shtatlar esa o'zining yaqin ukasini ochiqchasiga qo'llab-quvvatlamoqda. Agar hatto qudratli davlatlar ham yashirin sxemalarsiz ishlay olmasa, oddiy siyosat haqida nima deyish mumkin? Biz hokimiyatni saylovlar, parlament, prezident deb o'ylashga o'rganib qolganmiz. Ammo qonunlar va ommaviy institutlar ortida hokimiyatning boshqa tizimi, ko'rinmas hukumat yashiringan bo'lsa-chi? Biz ko'rib bo'ldik. Mafiya rasmiy tartibga bo'ysunmaydigan narsalarni boshqaradi. Bernays va unga o'xshaganlar ommaviy ongni manipulyatsiya qiladi. Hukumat foydali yo'l qurish uchun butun bir mamlakatni yo'q qilishga tayyor. 100 yillar davomida nimalar qilishganini sanab o'tirmayman. Chunki Falastindan chiqqan yangiliklardan allaqachon charchagansiz. Isroil, Eron, Qatar, G'azo, Saudiya va Misrga zarba berishga ulgurdi. BMT esa bunga ko'z yumishda davom etmoqda. AQSh esa qon qarindoshini har tomonlama himoya qilmoqda. Agar dunyo haqiqatdan ham biz tanlaganlar emas, balki ko'rinmaydiganlar tomonidan boshqarilsa-chi? Xullas, men sizlarga bir xalqning 1000 yillik taqdiri haqida aytib berdim. Siz esa o'z xulosangizni chiqarishingiz kerak. Biroq unutmang, yaqinlaringizni va sevganlaringizni asrang. Avvalo o'z boshingiz bilan o'ylang va vaziyatni o'zingiz baholang. Chunki ko'pincha eng to'g'ri yo'l hech qachon oson bo'lmaydi.